Xo'p, mana bugungi o'tadigan mavzuyimiz mana bu mavzu. Mana shu o'yin yaratishimiz kerak, to'g'rimi? Hozir qiladigan ishimiz nima qilib oldik? Hozir birinchi qiladigan ishimiz rasmni chaqirib oldik. Hozir mana shu rasmni backgroundga qo'yamiz. Background bilasizlar, o'yinani full orqasini qanaqadir rasm qo'yamiz-ku, to'g'rimi? Mana shu narsaga background deymiz. Tushuntira oldimmi? Buni hamma biladi. Savol yo'qmi? Xo'p, endi qaraymiz. Mana rasmni chaqirib oldik, to'g'rimi? Rasmni mana buni o'rniga qo'yamiz endi bolalar. Bu bizga background edi. Buni o'chirib tashlaymizda, buni o'rniga nima deymiz? Window deymizda nima qilamiz? Bleed. Ajoyib, nice. Bleed. Back fotoni ichida qo'yamiz, ha? Undan keyin nima beramiz? X bilan Y koordinatasini beramiz o'lchamini. Nechiga bersam bo'ladi? 0 ga 0. Nima uchun? Biz background rasmini bermoqchimiz. Misol uchun siz X ga 50 beradigan bo'lsangiz, chapdan o'ngga qarab 50 piksel joy ochilib qoladi. Siz backgroundni oynani rasmini egallamoqchimiz. Backgroundga rasm qo'ymoqchimiz. Demak, X ham 0, Y ham 0 qilamiz. Mana bunimi? Bu nechini qilamiz? 600 ga 800 qilamiz dedik. Mana 600 ga 800 bo'ldimi? Bo'ldi. Endi bitta ram berib ko'ramizmi? Mana bitta nima bo'ldi? E'tibor bergan bo'lsangiz, rasm oxirigacha bo'lmadi. Bu deganda rasmni ham o'lchamini nima qilishimiz kerak? Resize qilishimiz kerak. Back photo deyman, to'g'rimi? Again, nima edi? Transform, scale, back photo. Rasm o'zini qo'yamiz va uni o'lchamini mana buni, ya'ni background o'lchami bilan bir xil qilamiz. Oynani o'lchami bilan bir xil qilamiz degani. Endi ko'ramiz mana shu holat, ya'ni nice holatga keladi. Zo'r, a? Shu joyning o'zida birdaniga player ham qo'yib olamiz. Mana player rasmi bor, mana ko'rishingiz mumkin. Mana shuni qo'yib olishimiz kerak. Tushunyapsizmi? Buni ham xuddi mana bunga o'xshab qo'yamiz. Mana shuni o'zini copy qilaman. Sizlar bizni 0 dan chiqasizlar. Ustozlarning qilganini qilmaysizlar, ustozlar aytganini qilasizlar. Xo'p, demak mana bu yerda nima deymiz? Player qilamiz. Mana bu ham player qilasiz. Xo'p, birdaniga razmerini beramizmi? Qarang, bu yerda 500 ga 500 ekan, ha? Kvadrat ko'rinishda. Biz ham bu yerda 50 ga 50 ham 130 ga 130 normalniy bo'ladi menimcha. Va mana qaranglar. Bitta narsani yodingizdan chiqarmang. Qaraymiz. Men bilan bir xil gapirmanglar. Background berdikmi? Backgrounddan oldin endi hech narsa berish mumkin emas. Agar qanaqadir rasm beradigan bo'lsangiz, backgroundning tagida qolib ketadi. Tushuntira oldimmi? Pastida berish kerak. Kim tushundi shuni? Kim tushunmadi? Tushundingizmi? Tushundingizmi yo'q? O'shaning uchun men pastroqda beraman, mana shu yerda beraman. Ya'ni nima deymiz? Video, bleed, player, foto. Undan keyin ekran qaysi qismda joylashligini aytishimiz kerakmi? X bilan Y ni berishimiz kerakmi? 300 ga qarang, 600 da 250 ga 800 midi? 700 emas, 650 berib ko'ramiz. RAM beramiz. Qalay? To'shna bo'lmadi, qo'yingizlar. Texnology. Endi buni o'ngga, chapga harakatlantirishimiz kerakmi? O'ngga, chapga va tepaga harakatlantirishimiz. Bizda tayyor kod bormi o'zi mana? Player tayyor bor-ku mana. Bizga enemy kerakmi hozir? Kerak emas. Mayli, hozircha kommentariy yozib qo'ydim mana. Kommentariy yozib qo'ydim. Bizga mana bu kerak bo'ladi hozir. Player mana o'ngga, chapga qarang. Mana buni ham bir qilib olamiz. Bir mana hammasi bir. Chotki bo'ldimi? Mana bilan to'g'rilashimiz kerak-da, qaranglar. o'ngga chapga yurish. Rasm qo'yamiz. Mana bularni-chi? Playerga tegishli bo'lgan hamma kodlarni qayerga olaman? Mana buni mana shu yerga olaman. Mana shu yerga olamiz. Mana shu yerga olamiz. Bizda rasm bormi? Player foto bor-a? Mana bu o'rniga to'rtburchak o'rniga rasm qo'yamiz endi. Shunchaki player foto qilib qo'yaman bo'ldi. Player foto deyman bo'ldi. Rang kerakmi? Rang kerak emas. To'rtburchak chizmayapmiz. Bizga bu ham kerak emas hozircha. Mana shu yerga olamiz. Qaranglar. Self rect qilib olamiz keyingisida.
Rek nima uchun kerak edi bolalar? To'rtburchak uchun. Biz hozir to'rtburchak qilyapmizmi? Unda bizga nima kerak bu? Nima deb o'ylaysiz? Qanaqa rasm olish? Player. Yo'q, Harekatini aytishdi. Player. rasmni to'g'ri. Xo'p, o'tgan safar to'qnashish komandasini, ya'ni to'qnashish metodini yozgandik-a? Qanaqa edi? Colliding mask. O'shani uchun kerak. Colliding mask Bu Elon Musk. faqat to'rtburchaklarni to'qnashtiradi. Aslida biz uni to'g'ri aldab qo'yamiz. Aldab qo'yamiz. Bu yolg'onchi qaychani. Tushunyapsizmi? Endi esa self rect x ni beramiz. X mana bu yerda berish, shu yerda o'zi beraversak bo'ladi. Clear x deymanda. Biz berolmadik bu yerda. Mana shunday. Shuni copy qilamiz, qo'yamiz. Shu joyning o'zida clear x ni beraversam bo'ladi. Y qilamiz, bo'ldi mana. Mana clear x mana. Endi esa clear y qilib yubordim. Savollar bormi? Xo'p, bizga yana bitta narsa kerak bo'ladi. Pygame mask from surface self image. Buni hech kim tushunmadi nimaligini. Ben tushundim. Maska ekan. Mask degani bu anaqa sizni o'tgan safar sizlarga ko'rsatganmanmi, aytmadim? Qaranglar. Paint qilamiz. Xo'p, mana bu qaranglar. Endi paintda rasm chizish qiyin-da, anaqa. Shuning uchun rasm mashina sal qiyshiq chiqsa, har qilmaysizlar. Mashinami? Qarang. Shu rasm to'g'rimi? Rasmni anaqasi bo'ladi. Mana bu Orqa foni. mana qaranglar, mana bu rasmni nimasi bor, lekin bu 500 ga 500 da. Bu degani mana bu o'lchami bor degani, mana bu ko'rishdi, bor. 500 ga 500. Tushunyapsizmi? Buni o'zi emas-da bu. Rasm chizganingizdan keyin uni rasm mana bu o'zi bo'lmaydi-da. Ya'ni mana shu kartina bo'ladi. Kartinaning ichida mana bu bo'ladi. Tushunyapsizmi? Buni olib tashlab beradi ichidagi o'lchamni. Ha, ya'ni mana bular borku, mana chegarasini olib tashlab beradi. Ya'ni mana shuni o'zini qoldiradi. Rasmni, mana shu rasmni o'zini qoldiradi. Tushunyapsizmi? Rasm piksel aniq o'lchamda. Keyingi safar siz to'qnashtirgan payt aniq o'lcham tegadi degani. Keyingi anaqa bilan. Misol uchun tepadan bitta qanaqa dushman raketalar tushadi-ku, to'g'rimi? Aniq o'lchamda sizni obyektingizga, tepadagi obyekt tegishi mumkin. Agar siz mana shu usuldan foydalansangiz. Mana bundan foydalansangiz. Tushundingizmi? Bizda mana tayyor anaqalar bor. Update bor, to'g'rimi? Tepaga, pastga, chapga, unga. Faqat mana buni biz 50 bermaymiz. 50 bermaymiz. Nima uchun desangiz, bu rasm. Rasm o'lchami nechaga necha berdik? 130 berdik-a? Mana bu yerda nima qilishim kerak? 130 qilishim kerakmi? To'g'rimi? Bir tekshirib ko'ramiz-a? Tekshirib ko'rishdan oldin biz mana bu yerda player bor. Enemy hozircha yo'q, shuning uchun enemy olib tashlaman. Player o'zini qoldiramiz-da. Player qilamiz. Player qilib olamiz mana. Birdaniga player groupga guruhlab olamiz, to'g'rimi? Pygame nima edi? Sprite group qilib olamiz. Va player groupga add qilamiz nimani? Player ni. Shu yerda savol yo'qmi? Savol yo'q. Endi mana bu yerda nima deymiz? Mana bu yerda player groupni birinchi draw qilamiz. Windowni ichida bo'lganini bildirib turish uchun. Undan keyin nima qilamiz? Update qilamiz. Update'da ham adashmasam window kerak. Ram beramiz. Qarang, chegara sal noto'g'ri bo'ldi-a? Yo, yaxshi bo'ldi, ketmas. Unaqa bor-da, zazor bor-da. O'sha narsani yo'qotishimiz kerak. -130 beribman-a, bolalar. -130 bergan bo'lsam, -50 berib ko'rsamchi? Ustoz mayasini necha bergansiz? Xo'p. -50 ko'paygani bolalar. Ustoz -35. Mayasini. -70 berib ko'ramiz. Mana 85 ustoz. 35 hozir. Pastga yozgan edi. 90 beramiz. Qalay? 90. Ozgina bor endi. 105 ustoz. 95 ustoz. Yetdim, 100 qiling. 100 ha? 105 ustoz, 105. Chap tomongacha 0 emas. -35
35. 35 beramiz taxminan. Shu 40 bo'ladi. 35 ko'p ketadi. Minus 35 bo'lishi kerak ekan bu yoqda. Solih xo'jayev. Mana. Aytdim, tepa 100 dan man aytdim. 100. Chotkimi? Tepa bilan pastga ham chegara berishimiz kerakmi? Yo, normalmi? Pastga berish kerak. Pastga berishimiz kerak ekan, ha? Past nima edi? Davomida mana bu. Qaranglar, minus 50 berganmiz. 35. 800 bo'ladi, 800. Qaranglar. Agar bermasak nima bo'ladi? 800. Bermasa tushib ketar ekan, ha? Minus 50 emas, 800. minus 100 berib ko'rsakchi. 800. Tepadagi Ya, minus 130. Ya, 100 nima qilasiz? 100 nechi? mana 100 nechi? men nima deganim deydi. Tepa ham qaranglar, oxirigacha chiqishni nima qilmasda. Tepa ham taxminan vaqtgacha bo'lib turishi kerak. Nimaga desangiz, tepadan yana anaqa ochadi-yu. Dushmanlar chiqadi-ku. Mana tursangiz siz birdaniga chiqib qolib, yutqazib qo'yishingiz mumkin-da. Vaqtgacha chegara beramiz. Bo'ladimi? Taxminan minus 200. Ya. Minus 200. Ровно 200 beramiz. Bo'ladimi? Bo'ladimi? 200. Chotki bo'ldimi chegarasi? Hammasi chotki, hammasi nazoratimiz ostida. Endi bizlarni tushganini qilamiz hozir. Endi esa, bolalar, Aql. O'qitadiganni qo'liga. shoshmay turing, hali biz anaqani qilaylik. Tushganini. Playerni qilaylik. Dushman playerni qilaylik hali. To'g'rimi? Dushman player, ya'ni bizda nima bo'ladi? Enemy bo'ladimi? Enemy bo'ladi, to'g'rimi? Bularni qildik. Raketani harakatlanish qildik. Xo'p, endi siz mana shuni qilishingiz kerak-da. Aytdimmi, nima dedimmi? Bu o'tgan safar qilgan, darsda qilgan ishimizga bilan birga bir o'xshash bu. Faqat u yerda to'rt burchak edi, bu yerda rasm bor. To'g'rimi? Bir xilmi? Asosiy tasavvering ko'ring. Tojbek tanaffus kelaylik. Ha? Tanaffus kelaylik. Bitta tasavvering. O'xshamagan joyini ko'ramiz, ya'ni mana bu enemini tepadan pastga tushirishimiz kerak. Ya'ni mana bu xuddi shunga o'xshab tushishi kerak, to'g'rimi? Bizda enemy bormi? Bor, mana enemy. Siz shuni kommentariyadan olib moslashtirsangiz bo'lar edi. Yana ham anaroq mana buni kopiya qilib olsangiz oson bo'lardi. Juda ham oson bo'lardi. Mana shunday kopiya qilib mana shuni olardingiz. Mana buni player emas, nima qilardingiz? Enemy qilardingiz. To'g'rimi? Ya'ni mana bunaqa Chaqirib olish kerak. mana shularni o'zini shunday kopiya qilsangiz bo'ladi-da. Buni bunday chaqirib turib, bularni hammasini enemy qilib olsangiz bo'lardi. Lekin sizga o'xshamagan, ha? Enemy deymiz mana. Rasmni ham enemy deb olamiz va buni o'lchamini olamiz, qaranglar. Buni ham o'lchamini taxminan shunaqa o'rsak bo'ladimi? Nima deysizlar? Ya, so'z qilib ketadi. Katta bo'lib ketar ekan, ha? 100 ga 100 olamiz, mayli. 100 ga 100. Va qaranglar, 650 emas, tepadan chiqishligi kerak, to'g'rimi? Minus 100 beraman. Minus 100 berdim. 0 bersam bo'lardi, minus 100 bersam toza tepadan tushadi. Oynamiz bo'lsa, oynamiz tepada bo'ladi-da. Oynamiz chegarasi tepadagi chegarasi. Bu mana turadi. Bunday tushadi. Bunday tushmaydi-da. Bunday tushadi. Ha? Non tushmaydi, bundan tushadi. Farqi bor. Narxida. Narxida. Xo'p. Hududi. Endi mana bilan to'g'rilab chiqamiz, ha? Buni nima deymiz? Enemy photo deymiz. Mana buni enemy x, mana buni esa enemy y beramiz. Bular o'zgarmaydi. Bitta update qilib yuborsak bo'ldimi? Def update shuni chaqiramiz. Bizga Quarks Argus kerak emas. Update qiladi. Bizga nima kerak? Bizga nima kerak bo'ladi? Enemy x kerak bo'ladimi? Y kerak bo'ladi. Enemy y bo'lishi kerak, plus minus 1 bo'lishi kerak. Shunaqami? Qaranglar, enemy y ni o'zi bormi? Biz mana bu ko'rinishda olishimiz kerak edi. Tushunyapsizmi? Mana shu ko'rinishda bo'lishi kerak. Bitta ramber ishlatib ko'ramizmi? Oldin test qilib ko'raylikchi. Qaranglar. Mana bu yerda player yozganim kabi enemy ni yozib olishim kerak, ha? Birinchi enemy ni import qilib olaman. Keyin mana bunaqa qilaman-da, copy qilaman-da. Enemy larni nima qilamiz?
yozib chiqamiz. Enemy deymiz. Mana bu ham nima bo'ladi? Enemy bo'ladi. Endi Mana bu yerda nima bo'lsa, Bunu işte sonuçta. enemy ham shu narsa bo'ladi. Ben de olsa. To'g'rimi? To'g'ri bilan chiqish kerak. ana update qilma. Enemy. Mana Stos. ram beramiz, qaraymiz. Ram berishdan oldin xatolik chiqdi-yu. Qaraymiz. Mana bu yerda nima deganmiz? Enemy'da bitta ikkita parametr berib qo'ygansan deb aytyapti. Mayli, tekshirib ko'raylik, bu yoqqa o'taylikchi. Enemy'ni o'ziga o'taylik. Nima berganmiz? Qaraymiz. Bermagan ekanmiz, ha? Bitta nima qilganmiz? Window berilgan, mana bu yerda berib qo'yganmiz. To'g'rimi? Dem, bu yerda berib qo'yganimiz yaxshimi, yo'qmi? Bu yerda berib qo'yganimiz yaxshi, to'g'rimi? Endi o'xshaydi, xudo xolasa. Mana bitta chiqdi. Bitta chiqdi, qolgan chiqmadi. Endi Boyagidek o'tgan safar qilganishimiz-ku, o'tgan safar qilganishimiz bilan bir xil deyarli chegara berishimiz kerak, to'g'rimi? If deyman, self rectni y nima deymiz? Teng bo'lsami? Katta bo'lsa nimadan? get hey Window get hey. height. To'g'rimi? Ya hayır hatta. Shundan katta bo'ladigan bo'lsa, Minuschi. self rect y nima bo'lish kerak? Minus 100 berganmidik? Ekran yaxshi deyapsiz. Hayır ben açtım. Mana. Anca ben de hayır. Zo'r, ha? Qani, Sunu. Öyle. Okey. cho'tkimi? Endi ikki- Tez emasmi bu? Tezligini sal pasaytirib qo'yaylik shuni. Mana bu yerda nima beramiz? Again, time, delay 1 beramiz. Mana. Kaç kere kaçırız. Cho'tkimi? Endi har xil joydan random qilishimiz uchun nima qilamiz? Bizda random bormi? Bor. Ochamiz. X bo'yicha har xil joyda chiqishligi kerakmi? Qaranglar, self rect x deymanda random randint qilaman. Nechadan necha oraliq bo'lsin? 0 dan 600 bo'lsa, 500 yo'q. 0'dan 400'e. Yo'q, chalg'amaymiz. Qaranglar, buni o'lchamini olinglar. 100 bo'lgan, 100 bergan bo'lsak agar, qaranglar. 500 var aslında. Qani qayerda 100? Mana bu 100 berganmiz, a? Demak, 500 berishimiz kerak, a? 600 bo'lganligi hisobiga mana 500 berishimiz kerak. Siz ham oynangiz o'lchamiga moslaysiz. Mana ko'pchilikda 600 bo'lib turibdi, o'zgarmaydi. Faqat height o'zgaryapti, ha? Misol uchun, Ben 755 koydum. hammada har xil o'zgaradi. Mana Mana, 250. mana. Har xil joydan chiqyapti, ha? Har xil joydan Ustoz, chiqyapti. mana katta dedim. Mana ham xuddi shunaqa. Endi qaranglar. Bir vaqtni o'zida 5 ta chiqish kerakmidi? Boya 5 ta. Boyaga sizlarning homeworklaringga o'xshab ketadi. Hamma narsa sizlarga o'xshab, anaqa. Bitirib chiqaryapsiz. Hozir bitta chiqyapti, bir vaqtni o'zida 5 ta chiqish kerak. Qildik-ku boya. Sizlarning homeworklaringda bor edi. Hozir shu narsani qildik. Birinchida qildik. Formula aylanib. Ya'ni mana bu yerda mana shu enemy'ni nima qilamiz? 5 marta qilib yuboramiz. Buni boya qildik. Boyagina qildik. Ya'ni mana bu yerda nima qilamiz? For In enemy, to'g'rimi? In nima qilamiz? 5 marta aylanamiz dedik. Range'da albatta. 5 marta. Range'da 5 marta aylanamiz dedik mana. Xo'p, bizda enemy list bormi? Enemy s desam, bu ko'plikda bo'ladi va bu list bo'ladi mana. Mana bu yerda endi enemiesga append qilamiz enemy'larni. Bu enemy nima? Yo'q. Mana bu enemy'ni. To'g'rimi? Mana shu enemy'ni. Chunki bu prosta 1 dan 5 gacha aylanadi xolos. Buning uchun mana qilib qo'ysangiz ham bo'ladi. Mana bu enemy'larni append qilamiz. 5 ta qo'shiladimi? 5 ta qo'shildi. Endi ishlatib ko'ramizmi? Xo'p, enemiesni mana bu yerga enemiesni add qilmaymizmi? To'g'rimi? Enemiesni add qilishimiz kerakmi endi? To'g'rimi? Add qilishimiz kerak. Pastga ham ustoz, pastga. Qayerda? Bu yerda shart emas hozircha. Update'ga. Ram beramiz. Ana. Qali. Voy. Qancha qochsiz? Qoch o'lasan. O'lmasa ham qochmaysiz. O'lasga. Baribir hozir tegmaydi-yu. Tegish komandasi qanaqa edi? Birdan qo'yib yuborsak bo'ladimi?
birdaniga qo'yaversak bo'ladi. Ya'ni mana bu yerda nima qilamiz? Qo'yil emas. For nima qilamiz? Enemy in enemies qilamiz. Nima uchun enemyni forda aylanyapman? Menga aytadi Bilol. Nima uchun enemyni forda aylayman? Nima uchun enemy? Nima uchun player emas? Nimaga player emas? Nimaga enemy? Bilol bo'lganligi uchun. Player bitta. Mana. O'shaning uchun ham enemylarni mana forda aylanib oldik. Endi mana shu yerda nima qilamiz? If deymiz. Pygame sprite called nima? Qo'yil emas. Mask enemyni player ga qilamizda. Shunaqa bo'ladigan bo'lsa hozircha running false qilib turamiz. Endi ketdi go. Qani qachongacha borar ekanmiz? Ko'raylikchi. Va tekib ketadiganmiz. O'rtasidan o'lchamni o'tiramiz. Qanoti ketdi, ko'rdinglarmi? Ustoz bosh yetga chiqdi. Xo'p, qaranglar. Biz mana buni tezlashtirishimiz kerak-da buni. Bu nisbatan tezroq bo'lishi kerak. O'ngga chapga harakatlanishingiz. Mana. Nisbatan tezroq bo'lishi kerak. Qarang. Hoppa. Tik. Zo'ra? Xo'p, savollar bormi shu yerda? Xo'p. Endi qaranglar. Mana bu yerda enemylarni har xil joydan chiqadigan qilishimiz kerak. Ya'ni har xil joy deganim, uni tezliklari har xil bo'lishi kerak. Tushuntira oldimmi? Hozir hammasini tezligi bir xil qolgan-ku. Mana birinchisi bitta chiqish, nima uchun bitta chiqyapti? Boshlagan bitta chiqadi. Qarang. Mana bu yerda hammasi tezligi bir xil, ha? Hammasi har xil tezlikda pastga tushsin. Tushuntiryapman nima demoqchi bo'lganimni? Bittasi baland, bittasi past bo'lib chiqsin. Albatta. Buning uchun nima qilsak bo'ladi? Qani qayerda tezlik? Nima? Hammasi alohida. Nimani to'g'rilaymiz? Qaysini? Ana shunda enemyni har bittasini menga alohida tezlik bersa bo'ladi. Ana boy Plus barobar. O'sha bir radit qiladi. yo zikrat. Mana bunimi? O'shani birdan 5 gacha. To'ppa-to'g'ri. Bo'shab qo'yib videosi chiqishlar kerak. Men buncha zo'riman deydi. Nimaga buncha zo'riman deydi? Oldingi dars komandasi. Qarang. Mana bu yerda bitta narsa qilamiz. Self deymanda speed y bo'yichami bu? Y bo'yicha qilamizda. Mana bu yerda random randit qilamanda 1 bilan 2 ura oladi yoki 1 bilan 3 ura oladi qilamiz. 1 bilan 3 ura oladi qilamiz. Mana bu yerda nima bo'ladi? Self speed y qilamiz. Qani, chotkimi? Savollar bormi? Qilamiz. Davom etamiz. Nima qilyaptik o'zi? Nima qilmoqchi edik? Menimcha o'zgartirdik, a? Qani? Uy. Mana buni tezligini-chi ana qilishimiz kerak ekanda. 5 qilishimiz kerak ekanda. Enemyni tezligini o'shanga moslashtirishimiz kerak. Enemy tezligini 5 qilamiz. Qani? Normalmi endi? 5 qo'yib ustoz. Ana tezlashib Yo'q. Yo'q, bu anaqada bu. Nima desa bo'ladi? Otishga ham ulgurish kerak. Birinchi zonada bu, Keng zonalarni o'zinglar anaqa qilinglar. Menimcha bo'ladi, normalniy. Chotki bolalar. Nima bo'lishini bilasanmi? Hammasi har xil joydan harakatlanyapti, muhimi. Hozir qo'ng'ir. Zo'r. Dinozavr bilan yasab kelamiz. Xo'p. Xo'p, buni qildik. Va ularni har xil ko'rishda chiqishni ham qildik, a, mana. Mana qildik. Buni yana bitta varianti bor-da. Har misol uchun 4800 millisekundda. Bu degani 4.8 sekundda bitta emas, bitta partiya tushsin. Bitta partiya tushsin degani. Masalan, 5 ta tushadi. 5 sekund degan. Bitta 5 ta tushsa shunaqa qilishimiz ham mumkin. Bu ancha oson bo'ladi-da ishimiz. Ya'ni mana bu ishonchli kod bo'ladi. ha, hozirgidek bittada 5 ta chiqib qolmaydi-da. Nisbatan yaxshiroq bo'ladi. Shu usuldan foydalanib ko'ramizmi? Nima deysizlar? Xo'p, enemy spawn timer kerak mana. Prosta timer qilib qo'ysak ham bo'ladi mana bu. Enemy timer qilib qo'ysak bo'lar ekan. Bu yoqqa o'tamiz. Enemyni tagidan, mana bu yerdan enemy timer deb qo'ysam ham bo'ladi. Buni 0 ga tenglashtiramiz. Paka 0 ga teng bo'ladi bu. Endi qaraymiz. Mana bu yerda buni qo'shilib ketaveradi bu. Video ketyapti. 4800 yoki buni 5000 qilsak bo'ladi. 5000 millisekund degani bu 5 sekund degani. Tushuntira oldimmi? 5 millisekund bo'lgandan keyin enemylarni partiyasi chiqaversin degan ma'noni beradi bu. Bu degani mana bu yerda mana buni kommentariy olib qo'ysangiz bo'ladi degani.
Mana shu yerda o'zi yozsangiz bo'ladi degani. Pastroqda mana bu yerda yozsa bo'ladi. Hozir birinchi yozib ko'rsating, xo'p, keyin tushuntiraman. If deyman, enemy timer +- 1 deymiz, to'g'rimi? Bunga if shart emas, просто enemyni qo'ysak bo'ladi. If deymiz endi, enemy timer teng bo'ladigan bo'lsa nechiga? Yoki katta bo'lib ketadigan bo'lsa 5000 millisekund yoki sekund desak bo'ladi. 5 sekund desak bo'ladi. Teng bo'ladigan bo'lsa nima qilamiz deganmiz? Qo'shishimiz kerak ekan. Ya'ni просто tak mana bularni kommentariyga olib qo'ysak bo'ladi endi buni. Bitta guruh o'zi qoladi. Guruh bitta yozganmizmi? Yozgan ekanmiz, ya'ni mana buni o'zi qoladi. Bularni kommentariyga olib qo'yamiz degan. Tushuntira oldimmi? Buni teparoqda qo'yaylik. Yaxshiroq ko'rishligi uchun mana. Xo'p. Enemy mana buni ham kommentariyaga olib qo'yamiz, bilmasdan bolalar. Buni ham mana bu yerga yozib qo'yamiz. Kommentariyadan chiqarib qo'ydim mana. Endi esa mana bu yerda nima deymiz? Enemyni obyektga olamiz. Obyektga olganimizdan keyin enemy groupga add qilamiz mana. Enemyni va enemyni dastlabki default holiga qaytaramiz. Nimaga desangiz, 5 sekunddan keyin yana vaqt 0 ga teng bo'lishi kerak, to'g'rimi? Keyingi safar 5 ta chiqdi, 5 sekund o'tdi, yana 5 ta chiqdi, yana 5 sekund o'tadi. Tushunyapsizmi? Har safar yana sekundni yana 0 ga tenglashtirib qo'yapman. Bu usul hozir o'xshaydimi, yo'q bilmadim. Birinchi ishlatib ko'raylik. Xo'p. Mana buni kommentariyaga olib turamiz faqat. Enemy timer. Enemy timer zo'r. Enemy timerni 0 qilishimiz kerak edi, mana bo'ldi. Xo'p. Demak, bizga o'xshamadi-a? Aslo.